Hammaga salom. Unreal Engine 5 ni o'rganishni davom ettiramiz. Bu darsda biz bo'sh sahnani noldan yoritishni va uni juda ham oson usulni o'rganamiz. Aktorlarni transformatsiya qilishni o'rganamiz va viewportdagi ba'zi bir imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Unreal Engine 5 va 7 dan boshlab birinchi ochganingizda Unreal Engine mana shunaqa interfeys chiqadi. Bu yerdagi narsalar bu Epic Games Launcher'dagi Unreal Engine'ga tegishli bo'lgan narsalarni kopiyasi desak ham bo'ladi. Biz hozir noldan proyekt yaratamiz. Buning uchun mana bu yerda New Projects bossangiz bo'ladi. Mana bu yerda Recent Projects bor. Bu narsani mana bu yerda My Projects dan ham ko'rsangiz bo'ladi. See All Projects bossangiz ham o'sha narsa chiqadi. New Project ni bosamiz. Bu yerda Blank. Keyin yangi bitta template paydo bo'lgan Intro to Unreal degan. Mana shu proyektdan boshlasangiz Unreal ni o'rganish uchun boshlang'ich bilimlarni beradi. Sekin-sekin xuddi o'yin singari bu narsalarni ko'rib ketaverasiz. Bu proyekt sizga Unreal ning imkoniyatlarini qisqacha tanishtiradi. Xo'sh, biz Blankdan boshlaymiz. Mana shu yerda Games Blank va nomini istalgan nomini qo'shishimiz mumkin. Har doimgidek test deb nomlaymiz va Create. Xo'sh, demak, ochildi. Navigatsiya qilishlarni birinchi videoda ko'rgandik va bu bizga hozir uncha kerak emas, chunki biz hozir noldan sahna yaratamiz va uni osongina yoritishni o'rganamiz. Birinchi o'rganadigan narsamiz. Xo'sh, buning uchun biz yangi level yaratishimiz kerak. File, New Level, Empty Open World qilamiz. Xo'sh, Create. Bu narsani saqlab qo'yishimiz kerak. Buni biza contentni ichiga saqlaymiz. Mana bu yerda content drawer bor. Bu file manager desak ham bo'ladi. Mana proyektimizdagi hamma assetlarni mana shu content degan narsani ichiga tashlashimiz kerak. Xo'sh, mana shu yerga o'ng tugmani bosamiz. Yangi papka maps deb nomlayman. Levellarni map deyishimiz mumkin. Bu narsani o'tgan videolarda ko'rgandik. Xo'sh, va bu yerga biz mapni saqlasak bo'ladi. Endi shunchaki Ctrl S ni bosaman. Buni maps ni ichiga saqlaymiz. Buni istalgan nom bilan nomlashingiz mumkin. Level 1 deb nomladim. Xo'sh, sahnamiz hozir butunlay bo'sh va bu yerda hech qanaqa aktyor yo'q, hech qanaqa obyekt, hech qanaqa yorug'lik, hech narsa yo'q. Xo'sh, demak uni qo'shib olamiz. Bu narsani mana bu yerdan qilishimiz mumkin. Mana plyuschadan. Basic emas, bizga shapes kerak. Shape qo'ysanglar ham bo'ladi yoki geometry qo'ysak ham bo'ladi. Keling, shapelardan foydalanamiz. Oddiy kubni tashlaymiz. Hozir hech qanaqa yorug'lik bo'lmasa ham kub ko'rinadi. Hech qanaqa yorug'lik bo'lmasa ham bizga yordam berish uchun ko'rinib turadi. Xo'sh, bu narsani bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Kub va buni biz world ni markaziga qo'yishimiz mumkin. Buning uchun mana bu details panelida mana shu kubni hamma xususiyatlari, imkoniyatlari va hokazolari bor. Bu yerda biz mana bu yerda transformda location turibdi. Shuni hammasini 0 qilib chiqishimiz kerak. Bizning kubimiz world ni markaziga keladi. Bu narsani topib olish uchun shu yerda kubni belgilab F ni bosamiz sahnada. Xo'sh, endi kubni biz o'lchamlarini o'zgartirishimiz mumkin. Yana bitta narsa, agar mana bu ikkita oyna birga harakatlanayotgan bo'lsa, hozir men ajratib oldim. Buni ajratish uchun mana shu oynani mana bu yerdan tabidan ushlab, uni boshqa joylarga qo'yish yordamida u ikkalasini ajratib olishingiz mumkin. Xo'sh, kubni shaklini o'zgartiramiz, hajmini. Bu narsani scale dan qilamiz. Mana rotation, location, rotation, scale bor. Location bu joylashuv, hozir yana ko'rdik. Rotation bu uni aylanishi va scale uni hajmi. Keling, buni ham 0 qilib olamiz. Scale 0 bo'lish kerak emas, chunki 0 bo'lsa hech narsa ko'rinmay qoladi. Xo'sh, scale ni o'zgartirishdan oldin biz bitta narsaga aniqlik kiritishimiz kerak, ya'ni Unreal Engine da masofani o'lchovi qanaqa? Unreal Engine da odatda bitta unit bitta 1 cm ga to'g'ri keladi, lekin mana bu 1 bu 1 cm degani emas. Bu aslida ko'paytirish raqami. Bu kubni razmerini bermayapti bu, shunchaki kubni razmeri 1 ga ko'paytirilgan degan. Masalan, men bu x o'qi bo'yicha 2 qilsam, kubni razmerini 2 ga ko'paytiradi. Kub qanaqa shaklda bo'lishidan qat'iy nazar, uni 2 ga ko'paytiradi. Bu faqat kub uchun emas, boshqa obyektlar uchun ham shunaqa. Masalan, keling, yana bitta obyekt qo'yib olamiz. Misol uchun shape, cylinder qo'yaman. Xo'sh, va silindrni shakliga qarasanglar ham 1 turibdi. Bu degani silindrimiz x o'qi bo'yicha 1 cm masofaga, y bo'yicha 1, z bo'yicha 1 degani emas. Shunchaki bu sonlar ko'paytirish sonlari. Bu narsalarni bu yerga biror son yozsak, o'sha o'lchov shu raqamni ko'paytiradi. Masalan, x bo'yicha 4 barobar kattalashtiraman deganman bu yerga 4 yozsak. Va shu yerda endi yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Mana shu kubni asl o'lchovi, asl razmeri qanaqa? Asl razmeri default, ya'ni standart holatda biz kub qo'shganimizda uni razmeri 100 cm, ya'ni 1 metrga teng. Eniga ham, bo'yiga ham, kengligi ham va buni ko'paytirsak, mana shu birorta songa o'shancha metrga o'zgaradi. Keling, buni x bo'yicha 10 ga ko'paytiramiz, 10 metr bo'lsin. Y bo'yicha ham 10 va mana bu z bo'yicha, ya'ni balandligini kichikroq qilamiz. Misol uchun 0.2 ga ko'paytiramiz, ya'ni 20 cm
qilamiz. Mana bizga bitta oddiy platforma paydo bo'ldi. Xo'sh, ana endi bu yerga yana boshqa bitta kub qo'yib olamiz. Xo'sh, soyasini yoki nimasini ko'rishga keling, silindr qo'yib olamiz. Xo'sh, silindrni ham bu worldni markaziga olib kelamiz. Buning uchun z ga tegmaymiz lokatsiyasida, lekin x bilan y ni 0 qilamiz. Chunki z bu uni balandligi. Ana endi bu silindrni mana shu platformani ustiga qo'yish uchun bu juda ham oddiy, silindrni belgilab, klaviaturadan end knopkasini bosishimiz kerak. O'shanda pastga qarab eng yaqin yuzaga snap qilib beradi. Xo'sh, mana bu yerda 60001 bo'lib qolibdi. Keling, mana shuni shunchaki 60 qilib qo'yaylik. Ana endi biz sahnani yoritish haqida o'ylasak bo'ladi. Yoritish uchun biz mana bu yerga kelib, lightlardan har xil lightlarni qo'yishimiz mumkin. Masalan, directional light da mana yorug'lik paydo bo'ldi. Va keyin misol uchun skylight va boshqa lightlarni qo'yishimiz mumkin, lekin buni osonroq usuli bor, anchagina oson usuli. Bu mana bu yerda window ga bosamiz va turli xil imkoniyatlar, oynalar chiqib keladi. Bu yerda biz environment light mixer deganni va mana bu yerda bizga eng kerakli lightlar tayyor bitta knopka bilan qo'shiladigan qilib berilgan. Xo'p, skylight kerak bizga, directional light kerak, xo'sh, sky atmosfera kerak, volumetric cloud va height fog. Va qarabsizki, bizda tayyor yoritish paydo bo'ldi. Va ularning nastroykalari bor. Har birini mana skylight, directional light har birining nastroykalari bor va bizga hozir minimalli nastroykalar ko'rinyapti. Bularni mana bu yerdan o'zgartirishimiz mumkin. Misol normal qilsak, ko'proq nastroykalar chiqadi, ko'proq imkoniyatlarni o'zgartirishimiz mumkin. Va advanced deyarli hamma imkoniyatlarni biz ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, buni minimalga qo'yib nimalardir o'zgartirib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'sh, mana shunaqa qilib biz tezda yorug'lik paydo qilishimiz mumkin. Yorug'lik haqida, lighting haqida, sahnani qanaqa qilib yaxshilab yoritish haqida alohida video qilamiz. Hozircha bizga mana shu narsa yetadi. Endi mana bu yerda, ya'ni World Outlinerda biz obyektlarni biroz tartibga keltira olishimiz kerak. Xo'sh, kub bilan mana bu silindrni bitta papkaga qo'yamiz. Buning uchun ikkalasini belgilab, o'ng tugmani bosamiz. Xo'sh, move to create new folder. Bularni static mesh deb qo'ysak bo'ladi va qolganlari bizda mana bu yergacha light obyektlari. O'ng tugmani bosamiz, move, create folder, lighting deb qo'ysak bo'ladi. Ko'rib turibsiz, hammasini yonida yulduzchalari bor. Bu degani hech narsa saqlanmagan degani. Buni saqlash uchun shuncha Ctrl S ni bosamiz. Ana endi hozir bizda hamma aktyorlar bitta joyda paydo bo'lib qoldi. Mana bu yerda hammasi. O'shaning uchun keling, men bularni hammasini belgilaymiz. Buni mana bunaqa qilib shift ni bosib belgilashimiz mumkin yoki lighting papkani ustiga bosib select all descendants qilsak ham bo'ladi va bularni biroz tepaga chiqarib qo'yamiz. Hammasini F bilan oldiga kelishimiz mumkin va bitta sargina bir-biridan ajratib qo'yganimiz yaxshi. Xo'sh, mana bizning aktyorlarimiz birozgina bir-biridan ajraldi va ularni alohida belgilab olishimiz mumkin endi. Demak, obyektlarni qisqacha transformatsiya qilishni ko'rdik. Mana bu yerda transform panelda, mana details panelda transform, bu yerda location, rotation va scale ni transformatsiya o'zgartirishimiz mumkin. Scale ni bittada hammasini o'zgartirgan qilsa ham bo'ladi. Mana bunaqa qilib, masalan, xo'sh, endi bilan kattalashsa, hammasi birday o'zgaradi. Agar uniform scale ni lock qilsak. Xo'sh, hammasini qaytaramiz, uniformni yoqamiz va buni bir qilib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, bu narsani orqaga qaytarishimiz mumkin. Va qisqacha tezgina yoritishni ham ko'rdik. Mana bu yerda environment light mixer oynasi yordamida qisqacha yoritishni ham ko'rdik. Ana endi mana bu yerdagi imkoniyatlarni ko'rib chiqqanmiz. Bu yerda juda ham zo'r imkoniyatlar bor. Xo'sh, birinchisi ko'radiganimiz mana transform tool'lari. Mana bu narsa ham xuddi mana shularni boshqacharoq ko'rinishi, gizmolarni o'zgartirishimiz mumkin, selectionlarni o'zgartirishimiz mumkin. Lekin bular hozir uncha ahamiyatga ega bo'lmaydi agar men bularni birinchi ko'rib chiqmasak. Xo'sh, mana bu yerda birinchi tool bizda selection. Bu yerda faqat belgilashimiz mumkin. Keyingi uchtasi bu transform tool'lari. Mana bu location o'zgartirish mana. Xo'sh, mana bu rotation, mana 3 ta o'q bo'yicha va bu yerda mana nimasini ham gradusini ham ko'rsatib turibdi. Va mana bu yerda scale bor. Bular endi juda ham oson va tushunarli deb o'ylayman. Unaqa bir murakkab narsalar emas. Va bularni o'zgartirsak, mana bu yerda ham o'zgarishlar bo'lyapti. Ko'rib turibsiz, mana bu yerda ham o'zgarishlar bo'lyapti. Va bularni o'zgartirish jarayonida ko'rib turganingizdek, sezgan bo'lsangiz kerak, snapping yoqilgan, ya'ni bir tekis yurmayapti, qanaqadir qadama-qadam yurayotganga o'xshaydi. Masalan, location o'zgartirganimda mana bir tekis yurmayapti. Location snapping mana bu yerda yoqilgan. Xo'sh, buni masalan men 100 ga qo'yib qo'yadigan bo'lsam, kattaroq o'lchamlarga
yopishib yuryapti, ya'ni kattaroq qadamlar tashlab yuryapti. Bu narsani ustiga bosib o'chirib qo'ysam bo'ladi. Mana endi bir tekis silliq yuradi. Bularni yurg'izayotganda siz shiftni bosib tursangiz, mana shu obyektni orqasidan o'zingiz ham yurasiz. Demak, mana bularning hammasi faqat snappingga oid nastroykalar. Mana shu yerdan mana bu yergacha snappingga oid nastroykalar. Buni hozir yana qisqacha qaytamiz. Xo'sh, transformatsiya tool'larini shortkatlari ham bor. Kursorni ustiga olib kelsangiz chiqadi. Mana W, E va R. Bu Blenderga o'xshab S, G emas, shunchaki yonma-yon turgan knopkalarni ishlatgan. Masalan, W location uchun, E rotation uchun, R bu scale uchun. Shunchaki bu knopkalar klaviaturada yonma-yon turadi. Va selection tool o'shalarning yonida turgan Q knopka, Q knopkasi va mana bu yerda bizda orientatsiyani o'zgartirish bor, global bor va local. Bu narsani Blenderdan foydalanuvchilar ham bilsa kerak. Masalan, hozir globalda turibman. Bu narsani lokatsiyada yaxshi ko'rishimiz mumkin. Global koordinatalar, global orientatsiya bu hech qachon o'zgarmaydi. Bu xuddi janub, shimol, sharq, g'arblar o'zgarmaydi degan. Lekin buni ustiga bossa localga o'tadi. Local bizani o'zgarishimizga qarab o'zgarib turadi. Masalan, rotate qilaman hozir Z o'qi bo'yicha va endi locationga o'tsam, local koordinatalar o'zgardi. Masalan, X endi bu tomonga qarab turibdi, Y bu tomonga qarab turibdi. Lekin worldga o'tsam, yana o'sha o'zgarmas janub, shimol, sharq, g'arblarga o'tamiz. Ana endi snapping tool'lari bu narsani umumiy qilib mana bu yerda ham yig'ib bergan. Masalan, lokatsiyani o'chirib qo'ysa, yoqib qo'ysa bo'ladi mana bu yerdan ham. Buni mana bu yerdan ham bosib yoqib o'chirsangiz bo'ladi ustidan. Bularni mana bu raqamlarga bosib o'lchamlarni ham o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, lokatsiyani o'zgartirayotganda, harakatga keltirayotganda necha qadam tashlab yurish, ya'ni qadamni qanchalik katta yoki kichikligi. 10 da turadi odatda, keyin 10 ga qaytarib qo'yamiz. Bularni yoqib o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Rotation ham xuddi shunaqa narsa. Misol uchun har aylanganda 30 gradusga aylansin desak, 30 gradus tashlab aylanadi har doim mana. Va scale da ham xuddi shu narsa. Bundan keyin bizda ko'rinishni o'zgartirish imkoniyatlari bor. Keling, select tool'ga qaytamiz. Mana yuqoridan qarashimiz mumkin. Mana topga o'tganda birdaniga ko'rinish o'zgardi. Wireframe'ga buni men bu yerdan o'zgartirsam bo'ladi. Misol uchun lidga qaytib qo'ysam, boyiga ko'rinish bo'ladi. Lekin odatda biz mana bunaqa ortografik ko'rinishlarda biz sahnaga nimadir joylashtirish yoki qanaqadir debug uchun ishlatamiz. O'shaning uchun bizga odatda wireframe'da turgani ham yaxshi. Xo'p, bularning knopkalari ham bor. Mana masalan Alt J, Alt K va hokazo. Mana bottom tagidan qarashimiz mumkin. Left chap tomondan, o'ng tomondan va hokazo. Va bizda pilot bor, birorta obyektni pilot qilishimiz mumkin. Masalan, pilot silindr qilsam va endi yursam, qaranglar, yursam va silindrni ham olib yuraman o'zim bilan. Pilotni o'chiramiz, mana buni bossak chiqib ketadi va qarabsizki, bizning silindrimiz boshqa joyda paydo bo'ldi. Buni reset qilib qo'yamiz lokatsiyasini. Rotationni ham reset qilamiz. Xo'sh, va camera movement, camera speed, frame selected shunga o'xshagan narsalar bor. Misol uchun frame selected F mana bu yerda yana bitta ikkita qiziqarli narsalar bor. Masalan, move camera to object, move object to camera. Misol uchun biz birorta joyda turgan bo'lsak va obyektni belgilagan bo'lsak, bu narsani biz kameraga olib kelishimiz mumkin. Move object to camera. Mana bizning silindrimiz biza qarab turgan joyga keldi. Mana shunaqa imkoniyatlar ko'p. Bu yerda bitta ikkita qiziqarli narsalar ko'ramiz. Masalan, exposure'ni biz ko'pincha o'zgartiramiz. Game settings'ni o'chirib, exposure'ni o'zimiz mana bu yerda ruchni o'zgartirishimiz mumkin. Xo'sh, game settings'ni ishlatayotganda bizda auto exposure bo'ladi. Ya'ni biz qorong'u joyga kirsak, sekin yorishni boshlaydi o'sha joy va qorong'u joydan chiqqanimizda bu narsa yana qorayadi. Buni birorta xona misolida ko'rishimiz mumkin. Lekin game settings'ni o'chirib qo'ysak, bu exposure bizda har doim bir xil turadi. Va bu yerda yana bitta juda ham kerakli narsa bu high resolution screenshot. Buni bosishimiz mumkin. Bu yerda resolution o'zgartirib, oshirib, masalan, capture bossak, screenshot oladi. Bu narsa sahnamizni osongina render qilish degani. Xo'sh, perspektiva. Bu yerda yana bitta kerakli va ko'p ishlatishimiz mumkin bo'lgan narsa bu game view. Bu narsani G bilan yoqsagan bo'ladi. G ni bosib qo'ysangiz game view bo'ladi. Ya'ni o'yin o'ynayotganda sahnamiz qanaqa ko'rinishini mana shu simulyatsiya qilib beradi. G ni bossa yana qaytib joyiga qaytadi. Demak, viewdan yoki kamera nastroykalaridan tashqari ham juda ko'p narsa bor bu yerda. Mana bu nastroykalar qisqacha ko'rib o'tamiz. Hammasini batafsil ko'rishni iloji yo'q bitta darsda. Xo'p, kamera tezligini o'zgartirishni bilasiz. Masalan, harakat qilayotganimizda mishkamizni o'rta tugmasini aylantirish.
oldinga orqaga aylantirish yordamida tezlikni oshirish, pasaytirishimiz mumkin. Va undan keyin bizda mana bu shading option bor, ya'ni sahnamiz umuman qanaqa ko'rinishini biz batafsil ko'ra olsak bo'ladi. Lit hamma yorug'liklarni hisobga oladi, unlit yorug'liklarni o'chirib qo'yamiz. Wireframe bor yoki lit wireframe bor. Bunga o'tib qo'yishimiz mumkin. Va bu yerda ham yoritadi, ham wireframe ko'rsatadi. Xullas, bu yerda juda ham ko'pchiligi debugging uchun ishlatiladi, ya'ni sahnamiz qanchalik og'ir, qanchalik yengil, nimaga ta'sir qilyapti, ta'sir qilmayapti, shunga o'xshagan narsalar. Va bularning ko'pchiligini mana bu yerda shortkatlari ham bor. Alt 4, Alt 3 va hokazo. Undan keyin esa bizda sahnada nimani ko'rsatish, nimani ko'rsatmaslik, misol uchun static meshlarni o'chirib qo'ysam bo'ladi, sahnada ko'rinmay turadi. Yoki masalan bulutlarni o'chirib qo'yishim mumkin, mana osmonda bulutlar ko'rinmayapti. Va undan keyin bizda performance nastroykalari bor, ya'ni sahnangiz masalan litda og'ir ishlayotgan bo'lsa, kompyuterimiz qiynalayotgan bo'lsa, performancega kelib, bu yoqda viewport scalability'ni pasaytirsak bo'ladi. Masalan, medium yoki deyarli low ga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sahnamiz anchagina yengillashadi, to'g'ri, kачество yo'qoladi. Sifat, masalan, soyalar yo'qolib qoldi mana. Lekin sahnani tayyorlash uchun va kompyuterimiz anchagina yengil ishlashini ta'minlash uchun mana shu narsaga o'tib qo'ysak bo'ladi. Xo'sh, keyingisi bu nastroykalar. Bu yerda biz nimaga kirishimiz mumkin? Bu yerda biz odatda mana bu viewportning umumiy nastroykalariga kirishimiz mumkin. Bu yerga kirib ko'p narsani o'zgartirmagan ma'qul. Xo'p, va bundan keyin mana bu imkoniyatlar bor bizda. Masalan, ikkiga bo'lib ko'rishimiz mumkin. Bittasi wireframe, bittasi lit yoki mana bunaqa bir nechta bo'lakka bo'lib tashlasak bo'ladi mana. Lekin bu yerda bitta narsaga e'tibor qilish kerak. Har bitta viewportni nastroykalari alohida. Bu yerda mana buni ham misol uchun perspektivaga qo'yib olsam bo'ladi. Va mana bu yerdagi nastroykalar hammasi faqatgina mana shu viewportga tegishli. Bu narsa kompyuterimizni biroz og'irlashtirishi mumkin. Demak, bu darsda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarimiz mana shular edi. Xo'sh, mana shu yerda bitta narsani aytib ketishim kerak, yaxshi yangilikni. Bizda hozir Blender dasturi bo'yicha, Unreal Engine After Effects dasturi bo'yicha video kurslarimizga yangi yil chegirmasi bor, kattagina chegirma va hozir kurslarni ana shu chegirmada sotib olishingiz mumkin. Narxlarni va boshqa ma'lumotlarni ekranda ko'rib turibsiz. Bu chegirmamiz 7-yanvar kuni tugaydi. O'shaning uchun shoshiling, sotib oling, o'rganishni boshlang.